Probegi kamroq, puli yengilroq Spark so'laganlar uchun navbatdagi Spark avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 86 000 km. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, ko'rishinglar mumkin, poli teshib tashlanmagan, gaz taqib yechilmagan, akkuratniy turibdi, zapaskasi ham deyarli yangi holatda ekan. Texnik holatlari ham a'lo darajada, motorda hech qanaqa muammo yo'q. Hadoylari ham yaxshi holatda. Balonlari deyarli yangi holatda, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan 14 diametrli. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy salon, matviy holatda turibdi, qirilib ketmagan, chexol eskirib qolgan. Buni otib yuborish kerak, boshqa taqish kerak. Rullari ham yaxshi holatda turibdi, hollari bilan qirilib ketmagan, o'zining shtatniy magnitofoni bilan. Akkuratniy, приятный salon. Kraskasiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf ikkita eshigi, oldi, orqa eshigi yuzak sepilgan, ichiga o'tmagan. Stoykalari, prayomlari but-butun holatda. Buni ham bemalol ustalarga tekshirib olishingiz mumkin. Qolgan joylari absolyutno toza, ikkita eshigi faqat yuzaki. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $5600. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, variantga berilmaydi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.